Assalomu alaykum. Do you speak English? Bilmaysizlarmi? Assalomu alaykum. Do you speak English? Ingliz til bilasizmi? Assalomu alaykum. Do you speak English? Siz bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Do you speak English? Ingliz til bilasizmi? Assalomu alaykum. Do you guys speak English? Bilasizlar. Okay. Kim bilan intervyu qilsak bo'ladi? Xo'p, 3 ta o'zbek tilida gap beraman. Ikkitasini hech bo'lmasa ingliz tiliga aytib bera olsangiz, 100 ming yutib olsangiz bo'ladi. Aha. Okay. Qanchadan beri o'rganyapsiz ingliz tilini? Ko'p bo'ldi. 11-sinfda 3-4 yil bo'lib qoldi. Okay. That's good. Birinchisi. Men siz menga yuborgan xabarni ishda bo'lganim uchun darhol ko'ra olmadim. Qaytarib oling nima? Men siz menga yuborgan xabarni ishda bo'lganim uchun darhol ko'ra olmadim. Yo'q, tarjima qila olaman, endi to'g'ri kelmaydi-da. Hozir ana tartib bilan qila olmayman. Men siz ishda bo'lgan xabarni ko'ramadim. I couldn't see your message because of my work. Qaytaring. Men siz menga yuborgan xabarni ishda bo'lganim uchun darhol ko'ra olmadim. I couldn't see your message because that I was at work. I was at work. Ikkinchisi. Men u bilan gaplashganimda u allaqachon boshqa ish topganini aytdi. Men u bilan gaplashganimda u allaqachon ish topganini aytdi. Bu past perfect ekanda. Xo'p. When I talked with him, he had men u bilan gaplashganimda u allaqachon ish topganini aytdi shunaqa. Boshqasini berib qo'ying. Xo'p, bu men odatda do'stlarim bilan uchrashadigan joy, chunki bu yer hamma uchun qulay. Bu men odatda do'stlarim bilan uchrashadigan joy. Chunki bu yer hamma uchun qulay. This place actually where I meet my friends because it's comfortable, convenient desa bo'ladi. Perfect. To'g'ri. Instagram yoki YouTube bormi sizda? Yo'q, Instagram bor. Instagram kiring, YouTube olasiz. Yo'q, Instagram yo'q lekin hozir kirmayapti. YouTubechi. YouTube ham yo'q. Perfect. Faqat o'qish rejimi ekanda. YouTube bor menda. YouTube kiraman. Nima deb yozyapsiz? Yo islom deb yozing. Yo islom. Aha. Shu ha? Mani kanalim kelib chiqadi. Shu kanalga o'tib, shu yerda 500 kishini xayoliga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim deb nomlangan dars bor. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Klik bormi sizda? Ha, klik bor. Okay, aytdim, ikkitasini qachab tarjima qilib bersangiz deb, tarjima qilib berish. Karta raqam aytib oling. Bu yerda o'qiysizlarmi? Ha, o'qiymiz. Nechinchi kurs? 4-kurs. To'g'ri? Da. Zo'r. Ayting. Xo'p, yana bitta savol. Ingliz tilida xayoliga kelgan gapni ayta oladigan, yoza oladigan darajaga chiqish uchun nima qilish kerak deb maslahat berasiz? Xo'p. Ko'p kitob o'qish kerak, vokabularini kuchaytirish kerak. Sababi vokabulari bo'lmasa tarjima qilib bo'lmaydi. Yana nima? Masalan, biz o'zimiz fakultetimiz tarjimon. Masalan, ingliz tilini zo'r bilgan odam ham zo'r tarjima qila olmaydi birinchidan. O'shaning uchun ham shu tarjima metodlarini, texnikalarini ham yaxshilab o'rganish kerak to'g'ri tarjima qilish uchun. Perfect. Rahmat. Rahmatingizga rozi bo'ling. Rahmat bolalar. Sog' bo'ling. Charchamaylik, o'qishingizga rozi. Rahmat. Assalomu alaykum. Do you speak English? Bilasizmi? Assalomu alaykum. Do you speak English? Assalomu alaykum. Do you speak English? Ingliz til bilasizlarmi? Assalomu alaykum. Do you speak English? Bilmaysizlarmi? Assalomu alaykum. Do you guys speak English? Ingliz til bilasizlarmi? Bilasizlar? Yes, How long have you been learning English? 2 years. 2 years? That's great. For 2 years. Okay.
Uchta o'zbek tilida gap beraman. Agar ikkitasini inglizchaga tarjima qilib bera olsangiz, 100 ming yutib olsangiz bo'ladi. Kelishdingmi? Okay. Nimaga bo'lsin? Shu просто content. Kim uchun? Xalq uchun. Mayli, ulgurganimcha-da. Men siz tavsiya qilgan filmni ko'rdim, lekin u menga unchalik yoqmadi. I have watched the film that you recommended, but I didn't like it much. Amazing. Ikkinchisi. Men u bilan gaplashganimda u allaqachon boshqa ish topganini aytdi. When I talked with him, he said that he has already found a job. Perfect. Uchinchisi, o'sha yutdingiz, bu men odatda do'stlarim bilan uchrashadigan joy, chunki bu yer hamma uchun qulay. This is a place where I meet with my friends usually, and this is a famous place for all people. Amazing, perfect. Xo'p, ingliz tilida xayolga kelgan gapni ayta oladigan, yoza oladigan darajaga chiqish uchun nima qilish kerak deb maslahat berasiz? Ingliz tilini yaxshi o'rganish uchun birinchi o'rinda bu so'z o'rganish kerak, vocabularyni kuchaytirish kerak, bo'ldi, muammo yo'q. Faqat shu, a? So'z Okay. o'rganish kerak. Okay. Klik bormi sizda? Bo'ldi, bering, klik qilib beraman. O'qib o'qiysizmi yo dars berasizmi? Yaxshi, jahon tillarida ham C1 bor. zo'r. Shuni boshida aytmabsiz-da. Tashavordim, tushdi? Rahmat. Agar siz ham grammatika va so'z bilib turib, ozmoz bo'lsa ham-da, hali ham xayolingizga kelgan gapni aytolmayotgan yoki yoza olmayotgan bo'lsangiz, 500 kishini 60 kunda xayolga kelgan gapni ayta oladigan va yoza oladigan darajaga olib chiqdim deb nomlangan darsni ko'rib chiqing. Darsni ko'rish uchun ushbu qizil chiziq ko'rsatayotgan joyni bosing.